Assalomu alaykum. Mana bugun xudo xohlasa fleshkaga macOS sistemasini samazagruchni qilib yozib oldik. Endi fleshkani kompyuterga ulab macOS sistemasini kompyuterimizga bosamiz. Undan oldin BIOSga kirishimiz kerak. BIOSga kirib turib, bitikda joylarini o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda mana exit bo'limiga kirib turib, load optimized defaults qilamiz. Ya'ni hamma narsa rukasini pomolchani qilib turib, ya'ni avval misol kompyuterda yangi olganingizda qanday bo'lsa, shunday holatda bo'lsin deb turib, nima qilamiz? Standart holatga tushirib qo'yishimiz kerak. OK bosamiz. Xo'p, o'tdi. Endi boot bo'limiga kiramiz. Boot bo'limidan boot configuration emas, CSM ga kiramiz. CSM. Xo'p, shu kiramizda mana launch CSM da ustiga bosamiz. Disable qilib qo'yishimiz kerak mana. Mana disable qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin secure bootga tushib turib, OS type'ini ana other OS qilishimiz kerak. O'zi shunday turibdi. Agar sizlarda bunaqa bo'lmay qolsa, shunga o'tkazib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi xo'p, advanced bo'limidan CPU configuration ga kiramiz. CPU configuration dan eng pastiga tushamizda, xo'p, CPU power management control ga kiramiz. Bu yerdan CFG lockda mana disable ga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Sizlarda agar enable bo'lsa, disable ga o'tkazib qo'yishingiz kerak. Ya'ni disable degani o'chirilgan degani, enable yoqilgan degani. Biz o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan yana chiqib ketamizda, xo'p, mana ikkinchisiga kiramiz, uchinchisiga kiramiz. Advanced bo'limidan system agent SA configuration kiramiz. Bu yerdan mana VT -D disable turishi kerak bo'ladi. Xo'p, bizda boshqa o'zgartiradigan joyimiz yo'q. Shularni o'zgartiramizda va exit bo'limiga qaytib, save changes and reset bosamiz. Ya'ni o'zgartirilgan narsalarni saqlanib qil va perezagruzka ber degan komandani ishga tushiramiz mana. OK bosamiz mana. Keyin boot menyuga kiramiz. Boot menyu degani vintlarimizni yoki bo'lmasam qattiq disklarimizni zagruzkasini tanlash, ya'ni fleshka orqali yoki vint orqali yoki birorta bir narsa disk orqali berishimiz mumkin bo'lgan menyuda ochamiz. F7 dan F12 gacha bo'lishi mumkin. O'zi yozib qo'yadi. Kompyuterlar yonayotganda boot menu deb turib, qaysi knopkaga yozib qo'ygan bo'lsa, F8 yoki F9 yoki F7 yoki F11, F12 bo'lsa, shuni bosib boot menyuga kirasiz. Mana sizda mana okno ochiladi. Xohlasam mana 240 GB SSD vintim orqali ketadi, xohlasam USB orqali ketadi. Hozir biz fleshkani samazagruchni qilib macOSda yozib olgandik. Endi biz shuning uchun UEFI pinni USB ga, ya'ni yozilgan macOS yozilgan fleshkamizga zagruzka berishimiz kerak mana. Enterni bosamiz. Zagruzkamiz mana ketyapti. Xo'p, biz bu yerdan mana o'qiymiz. Boot macOS from Hackintosh Zone High Tier Installer deyapti mana. Xo'p, macOS sistemasini Hackintosh Zone orqali uстановка qilish degan bitta nima komanda. Shuni birinchisini belgilashimiz kerak mana. Birinchisini belgilaymiz va kutishimiz kerak. Ozgina uzoqroq bo'ladi zagruzkasi. Mana uстановkamiz xudo xolasa boshlandi. Mana language deyapti, tilni, ya'ni yezik. Tilimizni tanlaymiz. O'zimizga qulay bo'lgan til tanlashimiz kerak bo'ladi. Hozir bu yerda ozgina zagruzka bo'lyapti mana. Xo'p, tepada ingliz tili, ruskiy mana rus tili bor yoki boshqa tillar bor. Endi biz ingliz tilini tanlaganimiz yaxshi. Agar ruskiy qilsak, ruskiy ham bo'laveradi, farqi yo'q. Yo ruskiy yo ingliz tili endi bizga qulay bo'ladi. Xo'p, mana strelkani bosamiz, mana pastdagi. Xo'p, mana Hackintosh High Tier deyapti. Xo'p, biz mana shunda continue bosishimiz kerak, ya'ni продолжать davom etishni bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ham continue ni bosamiz. Agree degan yozuv bor, rozi bo'lish, mana shuni bosamiz. Ana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bizda hozir install macOS deyapti. Select the disk on the which to install deyapti. Ya'ni diskni tanlagan, install qilmoqchi bo'lgan meni deyapti. Qaysiki install qilmoqchi bo'lgan diskini tanlagan deyapti. Hozir bizda faqat bitta fleshkani diskimiz turibdi mana. Bunga belgilab turib continue bossak bo'lmaydi. Sababi fleshkani ichida hozir macOS sistemasi bor, samazagruchni yozilgan. Biz hozir Ubuntu va Windowslarni C ga bosardik-ku. Shu C vintimizni hozir bu yerga chiqarib olishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. U uchun mana tepada fayl bo'limi bor, mana Apple logotipini yonida menyular bor.
Xo'p, utilities bo'limiga kiramiz. Utilitiesga kirib turib, disk utility qilamiz. Mana disk utility kirib turib, disk utility degan nima bor? Bu komanda disk utility disklarni nastroykasini to'g'irlash mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerdan mana tepada, mana pastda biz ko'rgan hali menyuda chiqqan nimamiz, mana Hackintosh, mana Wintimiz chiqmadi-yu hali. Xo'p, mana bu yerda flashkamiz, mana 8 GB lik Hackintosh Zone High Zero Installer'diki ko'rindi mana. Bizda mana tepada mana Wintimiz ko'rinmadi. 239 ya'ni 240 GB lik Wintimiz ko'rinmadi. Xo'p, birinchi biz mana bu view bo'limi bor. Mana tepasida view bo'limidan show all device qilishimiz kerak. Shunda ko'rinadi mana pini SSD media, mana 240 GB lik SSD mediani ko'rsatyapti. Shu Wintimiz mana. Shuni biz hozir uстановкада birinchi ko'ringan oknoda Vint tanla degan bo'limda shuni chiqarib qo'yishimiz kerak. Hozir buni chiqarish uchun mana Vintni belgilaymiz. Kerakli Vintni sizda qaysi Vintni o'zi tanlaysiz. Misol ikkita Vint chiqishi mumkin, Days alohida, Says alohida chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam bitta Vintingizda ikkita bo'lim chiqishi mumkin. Bittasi D, bittasi C bo'ladi. Tagida hozir tepadagi 240 Vint ichida bitta bo'lim bor. Novi tom bo'lib turib bitta bo'lim bor xolos. Sizda shu yerda ikkita bo'lim bo'lishi mumkin. C va D bo'lishi mumkin. Shundan qaysi birini tanlab turib o'zgartirsangiz bo'ladi. Hozir biz mana tepada Vintni o'zini belgilaymizda, mana bu yerda disk utility degan tekst tagida knopkalarimiz bor. Xo'p, bizga kerakli joyi erase komandasi bor mana, erase. Ya'ni bu format qiladi, erase. Xo'p, bu Vintni macOS uchun alohida tayyorlab format qilib olishimiz kerak. Mana name'iga macOS deb xohlagan nomimizni yozsak bo'ladi. macOS deganimiz yaxshiroq. Xo'p, endi format bo'limi, mana name'iga yozdik. Endi format bo'limi bor. Format bo'limidan macOS extended journalet degan joyi bor. Mana shuni belgilashimiz kerak. Shim deyapti. Shim yozilgan. Mana shuni GUID partition map qilishimiz kerak. Shuni belgilab turib, erase bosishimiz kerak bo'ladi. Cancel oldidagi erase bosamiz. Mana bizda format qilib beryapti. Mana bo'ldi, mana tayyor, macOS uchun tayyorlandi bizning Vintimiz. Endi bu oknodan X ni bosib chiqib ketamiz. Mana chap tarafda X knopkasi bor, shuni bosamiz. Xo'p, ana endi chiqdi, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, macOS Vintimiz chiqdi. Undan oldin chiqmayotgandi. Continue'ni bosib installni boshlashdan oldin biz bitta joylarni o'zgartirishimiz kerak. Mana utilities bo'limiga qaytamiz. Terminal degan qora rasmli yana bosamiz ustiga. Xo'p, buni zangori knopka bilan kattalashtiramizda DT deb yozamiz. Ya'ni date sanani belgilab qo'yishimiz kerak. Xo'p, o'zini nimasi bor, sanasi bor. Xo'p, 04 17 01 17 20 17 qilib qo'yib enter deb bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Ishlaydi, xudo xolasa. Xo'p, bu yerdan terminal yozuvini bosib, tagida quit terminalni bosamiz. Keyin chiqib ketadi. Endi customize degan knopkasi bor. Customize degan knopkasini bosamiz. Bu yerdan biz kerakli driverlarni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Xo'p, bizdan hozir mana KexTS degani bor. KexTS shu yerda Wi-Fi Ethernetni, audioni, xo'p, grafika bo'limidan xo'p bularni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Pastda xo'p, fake PCEED degan joyi bor. Shuni ham pastga tushiramiz. Hozir mana bundan pastdagilarni hammasini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Accept qilamiz va bu Vintimiz ustiga bitta bosib, Continue'ni bossak, xudo xolasa mana bizni installimiz boshlandi. Buni kutib o'tirsak, xudo xolasa sabr qilib keyingi etapga o'tamiz, xudo xolasa.
Mana xudo xolasa o'rnadi macOSimiz kompyuterga. Endi mana hozir perzagruska bo'ladi. Mana hozir endi biz birinchisini emas, boshida birinchisini tanladik, uстановка qilish uchun birinchisini bosamiz. Endi sistemani o'zini Wind'imizga o'rnatilgan macOS orqali ochsin deb turib, ikkinchisini tanlaymiz. Mana xudo xolasa keyingi etapiga o'tdi. Asosiy joyga o'tib ketdi. Ya'ni asosiy joyini uстановка qilib oldik. Endi keyingi etapida biz xo'p, regionda tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan O'zbekistonni tanlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, yo'lning ichida chiqadi. O'zbekiston Continue'ni bosamiz. Mana xudo xolasa region tanladik. Endi select your keyboard deyapti. Bu yerdan o'zimizga kerakli keyboard sistemasi bor, QWERTY degan, shunga o'xshagan turlari bor. Xo'p, biz shu ABC da qolaveradi, o'zimizga Continue qilamiz. Hozir mana how do you connect deyapti, internetga qanday ulaysan deyapti. Biz hozir my computer does not connect to the internet qo'yaveramiz. Continue ni bosamiz. Xo'p, bu yerdan don't transfer any information now deb bosamiz. Xo'p, from Windows yoki birorta bir from Mac dan eski nimani ma'lumotlaringni o'tkazasanmi, transfer qilasanmi deyapti. Continue bosamiz. Pastdagi belgilarimizda hop keyin bu yerdan terms and condition deyapti. Bu yerda o'zini macOSda qonunlari, bu yerda agree qilamiz, rozi bo'lishimiz kerak. Agree deb bosamiz. Hop, full name ismimizni to'liq yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, Mahmudov account name ham Mahmudov qolaveradi. Hop, keyingisi passwordimiz 123 hint deb qo'ygan. Bu xohlasanglar yozasizlar, xohlasanglar yozmaysizlar. Bu podskaska bo'ladi, ya'ni yordamchi narsa bo'ladi. Bu kerak emas. Xohlasanglar buni bosib turib, buni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Continue bosamiz. Hop, express setup deyapti. Biz bu yerdan continue ni bosaveramiz. Mana xudo xolasa bizni Mac'imiz kompyuterga o'rnadi. Continue ni bosamiz. Bu yerdan X ni bosaveramiz. Setup, ya'ni garage clash'ini o'rnatib ol deyapti. Bizga kerak emas. Mana xudo xolasa hop, macOSimiz ishlayapti. Hop, bugungi darsimizda macOSni qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqdik. Keyingi darsda macOS bilan tanishib chiqamiz. Xayr, salomat bo'linglar.